Ey yaxshi inson, to'xtang, nimaga shoshilyapsiz? Video ko'rib o'tirgan vaqtingiz chiqib qoldimi? Demak, bu bejizga emas, eshiting oxirigacha. Bitta like bosib qo'ying, sizdan nima ketdi? Sizdan anchadan beri hech kim so'ramagan narsani so'ramoqchiman. Agar gaplarim rost bo'lsa, kommentariyaga sekin to'g'ri gapir deysiz. Hech kim so'ramagan edi deb yozib ketasizmi? Ahvolingiz yaxshimi? Joningiz omonmi? Dunyo tashvishlari, hayot, oila tashvishlari, yelkangizdagi mas'uliyat sizni charchatib qo'ymayaptimi? Ha, joningiz omon bo'lsin. Mana shu darajada ham kuchli inson bo'lasizmi? Sabrli bo'ling, xo'pmi? Hali shunaqangi kunlar keladiki, mana shu kunlaringizni hali eslaysiz.